Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 29-mavzusi me'morchilik, san'at, musiqa mavzusi bilan batafsil tanishib olamiz. 9-12 asrlar oralig'ida me'morchilik O'rta Osiyo jamiyatining ajralmas qismi sifatida rivojlana boshladi. Aynan ushbu jarayon islom dini madaniy falsafasi bilan birgalikda qo'shilib shakllandi. Aynan ushbu davrda Samarqand, Buxoro, Urganch, Termiz, Uzgan, Marv kabi shaharlarda ko'plab saroylar, masjid, madrasa, minora, maqbara, tim va karvonsaroylar qurilishi keng avj oldi. Mana shunday eng yirik va qadimiy me'moriy inshootlardan Ismoil Samoniy maqbarasi, 10-asrga tegishli namozgoh masjidi, Minora-i Kalon, Vobkent, Jarqo'rg'on minoralari buning yorqin dalilidir. Ushbu me'moriy inshootlar orasida Ismoil Samoniy maqbarasi 10-asrda qurilgan va tahsinga sazovor. Chunki 10-asrda barpo qilingan ushbu inshoot hozirgi vaqtgacha biron marta ta'mirlanmagan va qariyb 1000 yildan ortiq muddat davrda barhayot turibdi. Bundan tashqari ushbu davrda faqatgina me'moriy inshootlar emas, aynan dehqonchilikda qulaylik yaratish maqsadida foydalanadigan suv omborlariga ham alohida e'tibor qaratilgan. O'sha paytda suv omborlari, ko'priklar, sardobalar, korizlar barpo qilingan. Suv omborlari juda katta suv hajmini jamlab turadigan inshoot sifatida e'tirof etiladi. Ko'priklar bilamiz, daryoning bir betidan narigi betiga o'tish uchun xizmat qiladi. Sardobalar bu karvon yo'llarida qurilgan bo'lib, suv saqlash vositasi bo'lgan va salqin suvni karvonlarga qulaylik yaratish maqsadida saqlab turadigan vosita sanalgan. Korizlar bu oddiy qilib aytganda yer osti suv quvurlari deb e'tirof etsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 10-asrda Nurota tizmasidagi past tog' darasida xonbandi suv ombori quriladi. U 1,5 million metr kub suvni o'z bag'rida jamlagan. Unga qurilgan me'moriy yechim, unda foydalangan me'moriy yechim suv bosim kuchi haqidagi tushunchalarni hali nazariya yaratilmasdan Moron nahrlik muhandislar bilgandan davlat beradi. Bilamiz, suvning bosim kuchi to'g'risidagi nazariyani 17-asrda Blaise Pascal yaratgan. Ammo undan 7 asr muqaddam Moron nahr muhandislar bu haqda ma'lumotni bilganliklari bu xonbandi suv omborini qurilganligi bilan isbotlanishi mumkin. 10-asrga kelib binokorlikda sinchkori imoratlar qurish boshlandi. Ya'ni yakka sinch va qo'sh sinchli imoratlar. Ya'ni binoning asosiy skeleti yog'ochdan quriladi va yog'ochlar orasi xom g'ishtlardan va guvala loylardan to'ldiriladi. Bu sinchkori imoratlar deb ataladi. Ammo shunday bo'lsa-da, Afrosiyob, Varaxsha, Buxoro, Poykan shaharlaridan 10-11-asr asosiy qurilish vositasi paxsa va xom g'isht bo'lib xizmat qilib kelganligini biz bilamiz. Va hozirgacha mana bu me'moriy yechimlar hozirgacha asosiy qurilish vositasi sifatida yetib kelmoqda. Naqqoshlik, o'ymakorlik va xattotlik haqida gapiradigan bo'lsak, 9-12-asrlarda ushbu sohalar ham rivojlana boshladi. Me'morchilikda bezak ishlarida naqqoshlik va o'ymakorlik muhim san'at tarmog'i sifatida rivojlandi va har bir qurilgan imoratning peshtoqi, eshiklari, devorlarida aynan ushbu bitiklar naqsh sifatida foydalanish boshlandi. Aynan arab alifbosi xuddi shunday naqshlarni o'yib yozishda qo'l keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va aynan shu davrda xattotlik san'ati ham rivojlandi. Sababi hali kitob bosish dastgohlari ixtiro qilinmaganligi, barcha kitoblar asosan qo'l mehnati asosida yaratilganligi xattotlik san'atini ham alohida bir soha sifatida rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan ushbu davrda 9-13-asrlarda musiqa san'ati ham keng rivoj topdi. To'ylar, turli xil marosimlar, bazmlarda ud, tanbur, qobuz, rubob, nay, surnay, karnay, qo'shnay, qonun kabi bir qancha cholg'u asboblardan foydalangan holda turli xil musiqalar yaratilgan, qo'shiqlar kuylanganligini bilamiz. Hattoki ilk o'rta asrlarda ham biz bilamizki, musiqa san'ati, uni yasashga bo'lgan e'tibor yuksak darajada etganligini biz manbalarda, ya'ni ushbu kitobda ham tanishgan edik. Aynan ushbu davrda o'zbek va tojik xalqlarining eng yorqin namunasi
musiqa san'atining shoshmaqom vujudga kelgan. Uning rost, Usravoniy, Boda, Ushshoq, Zarafkanda, Buzruk, Sipohon, Navo, Basta, Tarona kabi yangi kuylari aynan ushbu davrda yaratildi va keyingi davrlarda hozirgi avlodlarga yetib keldi. Bu 9-13 asrlar oralig'ida Moron-Nahar diyorida me'morchilik, san'at, musiqaning rivojlangani haqida qisqacha ma'lumotlar edi. E'tiboringiz uchun rahmat.